Assalomu alaykum, hurmatli elektron menyu foydalanuvchilari. Hozir sizlar bilan omborxona bo'limini ko'rib chiqamiz. Demak, asosiy menyuga kirgan paytlaringizda agar omborxona to'ldirilmagan bo'lsa, biror ish qila olmasdan turasizlar. Ya'ni taomnoma ham yuklab bo'lmaydi, buyurtma ham, ya'ni ta'minot ham qabul qilib bo'lmaydi, davomat ham kiritib bo'lmaydi. Buni sababi oddiy. Omborxonadagi barcha mahsulotlar avval to'liq shakllantirilishi kerak. Va shundan keyin omborxona to'liq shakllantirilgandan keyingina taomnoma yuklash uchun sizlarga ruxsat beriladi. Hozir ko'rib chiqamiz hammasini va keyin buyurtma qabul qilishga va davomat kiritishga ruxsat beriladi. Omborxonadan eslatib ketmoqchiman, mahsulotlar avtomatik tarzda yechiladi. Ya'ni sizlar hech qanaqa omborxonani o'zgartirishlaringizga hojat yo'q. Tanlagan taomlaringizni har bittasi Sampin standartlariga ko'ra o'zi omborxonadan bola sonini davomatlaringizga kiritgan paytlaringizda o'shani taomdagi kerakli mahsulotlarga ko'paytirib olib, o'zi skladdan minus qilib ketaveradi. Ta'minotchilardan ta'minot qabul qilib olganlaringizda skladga plyus qilib ketaveradi. Asosiy masala omborxona bo'limini faqat ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi, tegmaysizlar. Hozircha o'zgartirishga imkoniyat qo'ydik, lekin omborxonani o'zgartirish imkoniyati ozgina vaqtdan keyin bloklanadi. Ya'ni bu boshida tizimdagi chalkashliklarni oldini olish uchun o'zgartirishlaringizga ruxsat berib qo'ydik. Lekin keyinchalik tizimingizga tushib ketgandan keyin omborxonani o'zgartirishga ruxsat bo'lmaydi. Omborxonani faqat tizimni o'zi o'zgartiradi, miqdorini ham tizimni o'zi nazorat qiladi. Va sizlar o'zlaringizni tashkilotlaringizdagi omborxonani miqdorini, har bitta mahsulotning miqdorini tizimdagi miqdor bilan bir xil ushlashga harakat qilishlaringiz. Ya'ni umuman olganda davomatni na ko'p, na kam to'g'ri kiritgan holda o'sha davomatga Sampin standartlari bo'yicha o'sha taomga, ma'lum o'sha mahalldagi taomga nima yedirilishi kerak bo'lsa, shuni yedirishlaringiz kerak bo'ladi. Va shunda hech qanaqa masalasiz omborxona bir xil ketadi. Hozircha omborxona ustida hech qanaqa tekshiruv yo'q, ya'ni nima uchun tizimdagi omborxona bilan haqiqiy real omborxona bir xil tushmayapti degan masala bo'lmaydi. Lekin bora-bora uni ham ko'rish niyatimiz bor. Faqat hozircha hech qanaqa javobgarlik yo'q, faqat maksimal harakat qilinglar omborxona bilan haqiqiy real vaziyatni bir xil ushlashga. Kimlardir ta'minotni bizagacha yetib kelmayapti vaqtida, masalan, nozik taomlar qanaqadir sokla qilib berish uchun yo yong'oqli bir nimalar yetib kelmasligi mumkin deyishlaringiz mumkin. Uni bermasalaringiz ham bo'laveradi, omborxonada nol turaveradi. Hech qanaqa bir bu sizlardan majburiyat talab qilmaydi. Nol turgani uchun, birorta buyurtma qabul qilmagani uchun tizim qaysidir taomga masalan yong'oq kerak bo'lsa, yong'oqni shu taomga ishlatmadi deb turaveradi. Ya'ni chiqitga ham sizlarni minusga chiqarib qo'ymaydi u. Shu yog' edi, shu uchun ishlatmadi. Yoki masalan 10 kilo go'sht kerak bo'lsa, lekin skladlaringizda 5 kilo go'sht bo'lsa, o'sha 5 kiloni shu ovqatga bo'lib ishlatdi. Yoki masalan yong'oq bo'lmasa, yong'oqsiz shu ovqatni tayyorladi degandagi bir nimada ishlaydi, prinsipda ishlaydi. Ya'ni hech qachon bu sizlarga dushman tizim emas. Maksimal o'sha sizlarga moslashishga harakat qiladi. Kamchiliklar bo'lsa, tizimda kamchiliklar uchrashi tabiiy. Hali birinchi bosqichda ishga tushyapti. Bosqichma-bosqich bu kamchiliklarni to'g'rilab boraveramiz. Omborxonani to'ldirish juda ham oddiy. Omborxonani to'ldirish knopkasini bosasizda. Mana hozir men ayrim mahsulotlarni kiritganman. Sizlarga bu bo'sh chiqadi. Mahsulot qo'shishni bosaman. Har bitta mahsulotni menga qo'shib so'rab chiqadi. Misol uchun mana qo'shish nechadir kilogramm. Agar 1 gramm ana unaqa vergulli bo'ladigan bo'lsa, mana nimachani bossalaringiz, klaviaturachani bossalaringiz ham bo'ladi. O'sha qolganlarini 0 qilib kiritib chiqsalaringiz bo'ladi. Masalan, men tezlashtirish uchun ozgina 0 deb kiritaman. Sizlar faqat e'tiborli bo'lasiz. Mana ko'katlar bog'lanida kiritilishi kerak. Har bitta mahsulotda o'zini birligi bor. Masalan, mol go'shti kilogrammda, boshqa shunga o'xshagan mahsulotlar kilogrammda, donada so'raladigan mahsulotlar bor. Masalan, non donada so'ralgan har bittasi 600 grammdan baholangan. Bittasi 600 grammda endi. Nima standartiga ko'ra. Barcha mahsulotlarni kiritmagunlaringizgacha menyu ochilmaydi. Masalan, men 47 tasini hozir uzataman. Yuborish, tasdiqlash. Qo'yish, yuborishni bosamiz. Mana tasdiqlash ketdi. Demak, tasdiqladi. Mana shuncha mahsulot paydo bo'ldi bizda. Faqat bitta narsaga e'tiborli bo'linglar. Mahsulotlarni bugun kechki holat bilan yoki o'sha kiritayotganlaringizda kechasi qanaqa bo'ladi, o'sha holatdagisini kiritishingiz kerak. Ya'ni
kechagi holat bilan kiritsalaringiz bugun yana nimalardir yedirib qo'yasiz, ana bu yerda razniца qilish mumkin. Endi to'g'ri, hozircha o'zgartirish knopkasi bor, masalan, o'zgartirib olsalaringiz bo'ladi ayrim mahsulotlarni, lekin bu imkoniyat yopilgandan keyin sizlar mana shu tarafdan omborxonani o'zgartirishga dostuplarcha o'chadi. Shuning uchun quyishayotgan paytda mahsulotlarni hozirgi holatini to'g'ri kiritinglar, iltimos. Demak, menda ayrim mahsulotlar yana qolib ketibdi. Shuning uchun mahsulotlar qo'yish knopkasi ochiq mana. Mana shu mahsulotlarni qo'yishmaganman. Men taxmin yozyapman albatta, sizlar endi original qilib yozinglar. Men hozir misol uchun sizlar tushuntirish uchun yozyapman. Masalan, yog'lari vanilya yog' bo'lsa, misol uchun 0 deb yozsalaringiz ham bo'ladi. Yuborish, tasdiqlash. Demak, mana birorta mahsulot qolmadi. Endi asosiy bo'limga qaytamiz. Asosiy. Demak, hozir 1 daqiqa chiqib qaytib kirishimiz kerak menimcha. Demak, mana shu joyda mana demak mahsulot qo'yish bo'limida birorta ham mahsulot chiqmayapti. Mahsulot chiqmadi degani bo'ldi. Demak, to'liq to'ldirildi omborxonamiz, tamom. Demak, bu yog'i tayyor. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Mana shu joyda omborxona nazorat qilish bo'limini ko'rgandik. Endi buni ko'rmoqchi bo'lsalaringiz, mana istoriya bo'limida, ya'ni tarix bo'limida omborxona tarixini ko'rib tursalaringiz bo'ladi. Bu bugungi tarix. Keyin kechagi tarixni ko'rsalaringiz bo'ladi. Undan oldingi tarix, mana ayrim mahsulotlar kiritilgan bu paytda. Mana sanani tanlab ko'rsalaringiz bo'ladi yoki skachat qilib bugungi omborxona yoki omborxona tarixini yuklash kabi Excel formatda skachat qilib olsalaringiz ham bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.